Aka yaxshi o'tirdinglarmi? Suygan gulimsan. Yaxshi, rahmat, maza qildik, rahmat. Hisob olib kelaveringmi? Endi hisob kelasiz. Bitta savol bersam maylimi sizga? Labay. Ko'zim tushib qoldi bu sizlarni eshiginglarning oldiga ikkita bir emas ikkita qo'riqchi paydo bo'libdi. Kuchayib ketdinglarmi yo janjal bo'lyaptimi? To'polon bo'lyaptimi bu yerda nima? Aka bizani noto'g'ri tushunmang. To'g'ri tushunaman. Ha. Gap shundaki, ayrim bir mijozlarimiz, mehmonlarimiz shu vilka qoshiqlarni o'zini cho'ntagiga solib olib ketib qolyapti. Sizlarni qoshiq kelgani o'ziga ep ko'rib, shunaqa. O'shanga endi biz odamlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatish uchun qimmatbaho vilka qoshiqlar olib kelib qo'yganmiz aka. Kamayib qolyapti. Bilaman. O'shaning uchun shuni ep ko'rishyaptimi odamlar? Ishning tagiga qorovul qo'ydik. Tekshirib, agar yonidan shu vilka qoshiqlar chiqadigan bo'lsa, sharmandasini chiqarib, videolarga olib tarqatyapmiz. Tarqatish kerak, sharmandasini chiqarish kerak ularni. Shunaqa aka. Yo'q. Idishni uyga o'g'irlaydi. Qimmatda aka. Qanaqa odamlar bor a? Qanaqa odamlar? Hisobimni olib keling. Bo'l. Qanaqa odamlar bor ey? Odamlar yomon past bo'lib ketdi-yu. Qanaqa odamlar bor a? Shunday bu odamlarni sen atri gulumsan kuygan